Salom qizlar, hozir urfga kirgan mana bu ikki taraflama sendvich forma haqida gaplashamiz. Hamma mendan so'radi, buni qanaqa qilinadi, qanaqa ishlatiladi, obzor qilib ko'rsatib bering deyishdi. Hozir men sotib olib, sizlarga obzor qilib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni qanaqa ishlatilishi, вообще puliga arziydimi yo puliga arzimaydigan bir tiyinlik xitoylik narsami. Mana ko'rinishi mana bunaqa korobkada bo'ladi. 0 dan 14-razmergacha bor ekan. Ya'ni hamma tirnoqlarga to'g'ri keladi. Shiroki tirnoqlarga ham, yuqa ingichka kichkina tirnoqlarga ham to'g'ri keladi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Bu tepa tarafdagi formasi yetarlicha elastichniy, ya'ni xohlaganingizcha buksangiz ham sinib ketmaydi. Mana arkasi idealniy, hamma tipdagi tirnoqqa to'g'ri keladi. Buni opitniy masterlar yaxshi tushunsa kerak. Hamma tirnoqqa to'g'ri kelishi juda ham muhim. Mana arkasi ham to'g'ri keladi. Ya'ni sraz o'zini arkasi bor, apexi bor. O'zingiz отдельный apex arka qilishingiz shart emas. Mana chetdan ham ko'rib turibsiz, o'sha apexi bor, arkasi bor. Bu tekis tirnoqlarga ham to'g'ri keladi, o'zini apexi bor tirnoqlarga ham to'g'ri keladi. Va mana bu pastki tarafdagi formasi. Bunisi ham yetarlicha elastichniy, sinib ketmaydi, kerak bo'lsa qiyshaytirsangiz bo'ladi. Mana ikkalasi bitta komplekt bo'ladi. Ya'ni pastki formasi, chap tarafdagisi, o'ng tarafdagisi yuqoridagi tepa formasi. Bu formani yumshoqlik darajasi ham har xil ekan. Ya'ni pastki qismi yetarlicha qattiq formani ushlash uchun, tepa qismi bo'lsa, kuchukula zonasi bo'lgani uchun ancha yumshoqroq. Ya'ni idealniy qattiqlikda. Tepasi yumshoqroq, kuchukula zonasi, pastki qismi sal qattiqroq plastikdan ishlangan. Bu xuddi rezinkaga o'xshaydi, sinib ketmaydi. Sinib ketmasligi bu juda ham biz uchun muhim. Yetarlicha elastichniligi. Buni ham pastki qismi qattiq, kuchukula, ya'ni tirnoqqa yaqin joyi yumshoq. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Va buni manikyur jarayonida yana bir marta ko'rib chiqamiz. Biz uchun har doim qiladiganimizdek manikyur qilib olishimiz kerak. Apelsinovый palichka bilan kuchukulani ko'taramiz. Plamya freza bilan kuchukulani tozalab olamiz. Va bu formani meni quvontirgan taraflardan bittasi bu uni razmerlari ko'pligida. Ya'ni bir xil razmerlarda bo'lib qoladi, kichkina razmerlari bo'lmaydi. Bir xil naborlarda teskarisi shiroki, keng formalar bo'lmaydi. Bu naborimiz yaxshi tarafi keng tirnoqlarga ham formasi bor ekan, kichkina tirnoqlarga ham formasi bor ekan. Ya'ni bitta nabor sotib olasiz, hamma klientlarga ishlatursiz bo'laveradi. Razmerniy setkasi 0 dan 14 gacha. Ya'ni eng keng tirnoqlardan eng ingichka tirnoqlargacha bor ekan. Hammamiz bilganimizdek, manikyurda har bitta jarayon undan oldingi jarayonga ketma-ket bog'liq. Ya'ni qanchalik chiroyli manikyur qilsangiz, qanchalik toza manikyur qilsangiz, narashivingiz ham shuncha chiroyli chiqadi. Narashivingiz chiroyli chiqishi uchun birinchi bo'lib chiroyli manikyur qilib olishimiz shart. Men har doimgidek qaychi bilan foydalanaman. Men ko'sachka bilan foydalanmayman va o'zim o'quvchilarimga ham iloji boricha maslahat beraman, qaychi bilan foydalaninglar deb. Chunki qaychi menее travmopasniy, ya'ni qaychi bilan kesib olishingiz kamroq. Mana manikyur qilib oldik, uni changidan tozalab, spirt обезжириватель bilan обработка qilib oldik. Va mana shunaqa tirnoq tayyor bo'ldi. Bunga biz hozir podложка suramiz, ya'ni elastichniy bazada, unda ichiga kiritadigan движенияларда, aylanma движенияларда bazani ichiga singdirib surib chiqamiz. Undan keyin gel bilan narashivni qilamiz. Lekin bu formada siz akrigel bilan ham xohlagan materialingizni narashka qilsangiz bo'laverar ekan. Biz hozir gel bilan qilib ko'rsataman videoda. Men hozir mamnuqa молочный rangdagi gel bilan narashivni qilib ko'rsataman sizlarga. Mana formalarning razницасini ko'ring. Eng shirokisi, eng kengi va eng kichkinasi. Meni tirnog'imga hozir 6-razmer to'g'ri keldi.
Mana hamma joylarga, ikki chetlariga yetib turibdi. Arkasi ham bor. Idealni to'g'ri keldi. Pastki qismi ham to'g'ri keldi. Ya'ni 6-razmer to'g'ri keldi. Agar sizlarga mabodo pastki qismi to'g'ri kelmasa, 5-yoki 4-sidan olsanglar bo'ladi. Pastki bilan tepasini bir xil nomerdaga ishlatishingiz shart emas. Lekin menga bemalol to'g'ri keldi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ham pastki qismiga yopishib turish uchun ozgina baza surishimiz kerak. Ya'ni bazaga qotirib qo'yamiz tirnog'imizni pastki qismiga, mana bu pastki formasini. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda tirnog'imizni pastiga qo'yib olamiz. Formani qo'yayotganda pastga yoki tepaga qarab qolmasligiga e'tibor beramiz. Tekis bo'lgandan keyin lampaga qo'yib 1 minut, 1,5 minut quritib olamiz. Mana tirnog'imiz, formamiz tekis tushdi. Tirnog'imizga hech qayerga ketib qolmadi, qiyshiq bo'lib qolmadi va yuqori qismi formasiga, ya'ni formamiz yuqori qismiga gelimizni to'ldirishni boshlaymiz. Buni ham xuddi verxniy formada ishlagandek chetlarigacha yetkazib gelimizni quyib olamiz. Formamizni yuqori qismi bilan ishlash bu xuddi verxniy forma bilan ishlash bilan bir xil bo'lgani uchun xuddi verxniy forma bilan ishlaganda ishlaymiz. Ya'ni formamizga gel quyib oldik va buni tirnog'imiz yuqori qismidan boshlaymiz. Ya'ni kutikula zonasiga qo'yib oldik 45 gradusda va sekin pastga tushirishni boshladi. Lekin pastki qismi bo'lgani uchun pastini qotirmay turdik va tepasinigina fonarikda qotirib oldim. Tepasini fonarikda qotirib olgandan keyin pastini sekin bunda hozir bosib o'tgandek pastini bir-biriga yopishtirasiz. Bir-biriga yopishtirganingizdan keyin o'sha katta lampaga qo'yib bemalol quritib olsangiz bo'ladi. Bu formada ham ishlayotganda verxniy formada ishlagandek fonarikda ishlaymiz. Mana formalarimizni yechdik. Menimcha idealni chiqdi. Kutikula zonasiga ham oqib ketmadi hech narsa. Pastki qismiga ham hech narsa oqib ketmadi va ikki chetlariga ozgina oqqani bor. Buni pilkada 1-2 martagina pilkalasangiz, buni bemalol olib tashlasangiz bo'ladi. Bu forma lishniy raz ortiqcha marta pilkalamaslik uchun juda ham qulay deb hisoblayman. Mana hozir pilkalayapmiz. Bunda faqat ikki chetiga pilkalasak bo'ldi. Tepa qismini, pastki qismini pilkalash shart emas. Mana ikki chetidan ozgina pilkalab, ozgina forma berib yuborsak bo'ldi. Mana 3-4 marta pilka qildik. Narashiviniyamiz idealni tayyor bo'ldi. Men o'zimga yoqdi bu forma. Ishlash juda ham oson. Bu forma menimcha ishimiz tezlashishi uchun juda ham yordam beradigan forma bo'ldi. Chunki ham tepa qismi ham pastki qismi idealni chiqish bu juda ham katta sensatsiya deb o'ylayman. Va arka qismi ham, o'zini apeksi ham juda ham chiroyli chiqdi. Mana pastki qismi ham idealni toza chiqdi. Hech qachon tozalash shart emas. Bo'lmasa o'zingiz bilasizlar, verxniy formada oqib ketsa uni tozalash azob. Bu formada narashka qilish juda ham tez bo'ldi, oson va qulay. Agar videom foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Kommentariy yozinglar, yoqdimi bu forma, yoqmadimi? Va manikür haqida yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, YouTube va Instagram kanallarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar manikyurni noldan boshlab universal mastergacha o'rganmoqchi bo'lsanglar, onlayn kursimga yozishlarini maslahat beraman. To'liq ma'lumot uchun Telegram kanalga yozinglar. Sizlarga bu forma yoqdimi? Qanaqa kamchiliklari bor deb o'ylaysizlar? Menimcha kamchiliklari yo'q. Bu masterlar uchun juda ham qulay. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Kelasi safar qanaqa video, qaysi mavzuda video chiqarishim xohlayotgan bo'lsa, o'shani ham kommentariyaga yozinglar. Xudo xohlasa chiqaramiz.